Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Samarqand uylari kuzatuvchilari. Bugungi sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan uyimiz Aziz bozorcha hududidan bo'lyapti. 2 xona 3 xona qilingan variantni g'ishlik domni tanishtirib o'taman. Marhamat, uyimizning kiraverish eshigi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, chiroyli prixojniy mebellari qilingan. Chap qo'limizda umumiy sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, kir mashinalari bor, issiq uchun aristonlar qo'yilgan, juda ham toza, akkuratniy yashalgan, to'liq kafelda bugungi uyimiz. Marhamat, bu yoqqa kirganimizda o'ng qo'limizda kattalar yotoqxonasi, juda ham akkuratniy, aboylarga mos derazalarga jaluzilar qo'yilgan, chiroyli aboylarda o'zining mebellariga ham ega. Bugungi uyimiz ko'rishingiz mumkin, bu yoq zal qismimiz, mehmonxona. Ko'rib turganingizdek barcha mebel, texnika jihozlar hamma narsasi bor va qoladi. To'g'riga o'tganimizda bugungi uyimiz studiya variantida qilingan. Oshxona mebellari, jihozlari, texnikalari hamma narsasi bor. Vitishkalari bor. O'tirib ovqatlanish uchun bemalol joylarimiz yetarli, hurmatli obunachilar. Zal qismimizdan to'g'riga kirganimizda ko'rishingiz mumkin, chiroyli, ajoyib bolalar yotoqxonasi qilingan. Bu aslida eski oshxonamizning joyi bo'lyapti. Oshxonamiz balkonga ko'chirilganining hisobiga bu joyda bolalar yotoqxonasi qilib foydalanish mumkin, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, podval qilingan, pol qilingan, hech qanaqa zax-bax hech narsa bo'lmaydi. Bu yo'lga bemalol narsalarni tagiga qo'yib foydalanish mumkin. Do'stlar, bugungi uyimiz manzilini yana bir bor tushuntirib o'taman. Aziz bozorcha hududi 8 martga yetmasdan shundoqqina benzin zapravkaning qalama qarshisida joylashgan 4 qavatli g'ishlik domlarning 4-qavatidan bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, $46,500. Yana ozroq savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling. Ha, aytgancha, bugungi uyimiz narxga ham ipotekaga ham to'g'ri keladi.